3 gektarda joylashgan eng katta 3 million dollarlik beton zavodini obzorini qilamiz. Hozir Vaha qurilish kompaniyasining 3 million dollarlik beton zavodida turibmiz. Bu intervyumiz eksklyuziv. Oxirigacha ko'rsangizlar, qiziqarli narsalarni ko'rib, eshitib borishlaringiz mumkin. Rasulbek aka, 3 million dollar investitsiya nimalarga kiritilgan? Qisqa aytib o'tsangiz. Doğru aytib o'tdingiz. Hozir bizning beton zavodimiz joylashgan maydonning o'zi 3 gektar atrofida bo'ladi. Hozirgi kunda 3 gektar yerimizning qiymati 2 million dollar atrofida bo'ladi. Yerni o'zi 2 million. Yerni o'zi 2 million dollar atrofida bo'ladi. Qolgan 1 million dollarimiz ichida bizning bu beton zavodimizning maydoni 3 gektar yaqin bo'lgandan so'ng biz shu beton zavodimizning maydonida o'zimiz skladimiz, ya'ni qurilishga yetkazib beradigan mahsulotlarni birinchi navbatda skladga kirgizib, keyinchalik obyektlarga tarqatish ishlarini amalga oshiramiz. Undan tashqari 3 dona maxsus beton ishlab chiqaradigan zavodimiz bor. Hamda beton zavodimizning maydonida bizlarni qurilish texnikalarimiz uchun ajratilgan stoyanka, ya'ni mashinalar uchun parklar bor. Hamma texnikalarimiz ish jarayonidan tashqari holatda shu yerda saqlaymiz. Ushbu aytib o'tgan narsalarimiz hammasi beton zavodi maydonida joylashgan bo'ladi. Buning ichine texnikalar giradimi? Yo'q, hozir 2 million dollarning ichine faqat yer maydoni giradi. 1 million dollar va 1 million dollardan oshiq qismini bizning bu yerda joylashgan materiallarimiz, beton ishlab chiqaradigan zavodlarimiz hamda beton ishlab chiqarishda foydalanadigan materiallar ham dosh, chayalar, shularning o'zi 1 million dollarni oshib boradi. Agar biz texnikalarimizni hisoblaydigan bo'lsak, bu undan ham ko'p bo'lib ketadi. Yerni o'zini 2 million dollar dedingiz. Yerni sal kichikroq aytib turib, qolgan pulni yelik olib bersa bo'lmasmidi? Yo'q, biz shu qurilish sohasida bo'lgandan so'ng shu faqat qurilish e'tiborimizni berib, shuni kengaytirish bilan shug'ullanamiz. Bo'ldi, endi beton zavodini, nov ishlab chiqarishini yoki ishlab chiqarish ketmay-ketligini bizdan tanishtirsangiz. Bo'ldi, bo'lmasa yuring, shunday ko'rsatib o'tamiz. Shu savol berdingiz, nov ishlab chiqarasiz deb, birinchi navbatda biza 3 dona beton zavodimiz bor deb aytdim. 3sini ham kuchi 3 xil. Ya'ni biza oxirgi 2 dona beton zavodimiz oxirgi standartlar bo'yicha, ya'ni tezligi, sifatligi, ya'ni markalarni aniq berishi bo'yicha 2 dona zavodimizni oxirgi 4 yil ichida sotib oldik. Undan avval faqat 1 dona beton zavodimiz bo'lgan. Hozir 3 dona beton zavod bo'lgandan so'ng obyektlarimiz viloyatning ko'plab tumanlarida mavjud va o'zlarimizga beton yetkazib beramiz. Hamma zavodimizda ham beton mahsulotlari, plitalar, kolodetslar, sokolniy bloklar, suxoy betonlarni ham o'zlarimizning obyektga kerak joylarni yetkazib beramiz. Undan tashqari obyektlarimizning ortgan qismida ko'chaga sotish ishlarini amalga oshiramiz. Tushundim. O'zlar ishlab chiqargan mahsulotlardan o'zlari qurilishga ta'sirli. Asosan shu qurilishni ko'p yetadigan narsa bu beton bo'ladi. Shuning uchun o'zlarimiz zavodimizni ishlab chiqarib, o'zlarimizni qurilishga yo'naltiramiz. O'zi Vaha qurilish kompaniyasini beton zavodi ham bor ekan. O'zi texnika bo'yicha qaraydigan bo'lsak, jadona texnika bor, nechik texnikalar bor? Texnikalarimizni hozir hisoblaydigan bo'lsak, demak, bizda birinchi navbatda ko'p foydalanadigan bu kranimiz bo'ladi. Bizda hozir 3 dona kranimiz bor. Qurilishda ham kerak bo'ladi. 50 tonnalik, 30 tonnalik 3 dona kranimiz bor. Undan tashqari shu betonni yetkazib beradigan mikserlarimiz bo'ladi. Hozir bizda 4 dona mikser bor. Undan tashqari esa ekskavatorlarimiz bor. Ko'p foydalanadigan 2 dona ekskavatorimiz bor. Yana undan tashqari qurilishda ko'p foydalanadigan xon maxsus texnika bor. Xondan 3 donasi bor. Yana 2 dona dastavka bilan shug'ullanadigan mashinalarimiz bo'ladi, chaqmonlar bo'ladi. Bizlar yuk tashuvchi bu yerda zavodimizda dosh, chayalarni klinisdan yetkazib beradi. Undan ikkisi yana kichkinaroq zil hamda kamazlarimiz ham bor birdan-birdan. Endi ko'pchilikka puli qiziq bo'ladi. Bularning общий texnikalarini pulini aytsangiz. Agar hozir shu yuqorida aytib o'tgan texnikalarim narxi endi taxminan aytaman, bir 15 milliard so'mgacha bo'lib boradi. 15 milliard so'mgacha. Biz qurilish kompaniyani kuchini shu yerdan bilsangizlar bo'ladi. Texnikalar bo'ladimi, beton zavodlar bo'ladimi, plitalarmi, nima bo'lsa ham faqat o'zlari ishlab chiqarib, o'zlari yetkazib berib, o'zlari bu ya'ni sifatni oshishini yoki tezlikni oshishini ham, qurilishni tezlik oshishini ham olib keladi. Bu yerda plitalarni ko'rib turibmiz-a. Bu plitalar bir to'da ekan. Nera ishlab chiqarilib turibdi bu? Nera foydalanacaksizlar?
Hozir size xabaringiz bor. Bize ekstreniy больница yanında 1000 dana kvartiranın qurilishi boshlandi. Shu bo'yicha hozir ko'plab ishni olib borib turibmiz. Qurilish ishlari ham boshlandi. Qurilish ishlari bo'lib turganlar ham bor. Shularga plitalarni oldindan уже tayyorlab qo'yamiz. Bu yerda plitalar joylashgan, ya'ni orqa tarafda ham yana tayyorlab qo'yamiz. To'g'ri, hozir bizada 1000 ga yaqin plitalarni уже quyib qo'yibmiz. Sababi yangi O'zbekiston massivi bu yerga 1000 dan ziyod plitaga yetadi, lekin gündalik ishlab chiqarib, oldindan уже quyib, shu yerga mahsulot zadержка bo'lmasligini ta'minlash maqsadida hozirdan quyib tayyorlab qo'ydik. Zo'r. Hali kotlavanni endi quyib boshladingizlar, lekin qurilish tiklangandan keyin yoki birinchi qavatda endi chiqqandan keyin plitalar foydalaniladi. Lekin shundan oldindan podgotovka etib tayyorlab tursizlar. Podval qismidan foydalanadigan sokolniy bloklarimiz bor. Sokolniy bloklarimizni lekin уже hamma doma yetadigan chiqarib qo'ydik. Wow, zo'r. Adashmasam sokolniy blok, sokolniy bloklar shular bo'ladi. Sokolniy bloklarimiz hozir bu yerga taxlab qo'yibmiz, orqa tarafdan ham taxlab qo'yibmiz. Undan tashqari plashatkamizdan yana hozir 200 dan ortiq sokolniy bloklarni tayyorlab qo'yibmiz. Zo'r. O'zi bu plitalarni yoki sokolniy bloklarni narxi-chi? Plitalarimizning narxi metrina bog'liq. O'rtacha plitalarimizning har bir metri 280 ming so'mdan 290 ming so'mgacha bo'ladi. Sokolniy bloklarimiz ham razmerina bog'liq, katta kichikligina. Ularning narxi 350 ming so'mdan 450 ming so'mgacha bo'ladi. Bu qalinligi yoki uzunligi, kaltaligina qarab narx o'zgaradi. Razmerina. Rasulbek aka, arkadagi beton zavod toza ko'rinib turibdi. Qachon olingancha so'm tushgan bu? To'g'ri aytdingiz, bu beton zavodimizni olganimizga 1 yil bo'ldi. 1 yil oldi, mana narxi 1,5 milliard atrofida bo'lgan, 1,5 milliard so'm atrofida bo'lgan. Bu beton zavodimiz aniq marka berish bo'yicha, to'shnilik bo'yicha yaxshi beton zavod hisoblanadi va 1 soat ichida 80-90 kub atrofida beton ishlab chiqaradi. Zo'r. Pulini oqladimi? Pulini oqladi. Sababi o'zlarimizning obyektlarda ko'p beton talab etilib turibdi. Agar biz shu betonlarni ko'chadan sotib oladigan bo'lsak, qimmat bo'ladi va shunga asosan joylarimizdan ham narx qimmat bo'lib ketadi. O'zi bu yerda 3 dona beton zavod bor dedingiz. 3 dona beton zavod necha foyda olib keladi bir oyda? 3 dona beton zavodimiz bir oyda endi ishni hajmiga bog'liq, nerda ishlab turganimiz va neranchalik beton zarurat borlig'iga bog'liq. Agar foydasini aytadigan bo'lsak, shu sir bo'lib qolaversa. Qaranglar, summasini bilmasak ham ozgina yaqinroq bilishga harakat etamiz. Gelikdan necha vaqtda so'radi? Gelik nima? Agar ishlab tursak bir 2-3 oy ichida olsak bo'ladi. Zo'r. Yurt turganlar uchun Voha qurilish kompaniyani jalim kucha egaligini yoki salohiyati borligini, ya'ni ishonchli qurilish kompaniya tanlashda adashib qolmanglar. O'zbekiston massivida Voha Rezidens qurilish kompaniyasi 1000 dona kvartiraning qurilishini boshlagan. Ishonchli qurilish kompaniya tanlashda adashmanglar. Albatta Voha Rezidens ishonchli qurilish kompaniya. Yana Rasulbek akam ko'rsatgandek, O'zbekiston massivindagi qurilishni plitalari va sokolniy bloklarini ham chiqarib tayyorlab qo'ydilar ekan. Bu proyektlarini, ya'ni yangi loyihalaridan yangilik borligini o'zlaridan so'rab eshitamiz va kimga xonadan kerak bo'lsa, ishonchli qurilish kompaniyasi, ya'ni Voha qurilish kompaniyasini bemalol tanlashlari mumkin. Nechta takliflar bor, shularni aytib o'tsangiz. Hozirgi kunda shu boshlagan 1000 dan ziyod kvartiralarimizda ajoyib takliflarni yo'lga qo'yib qo'yibmiz. Masalan, boshlang'ich to'lovsiz, hozir ko'pchilik mijozlarimiz so'raydigan narsa, ya'ni oldindan 1 so'm to'lamay holda xonadonning o'zining narxini hech qanday foizlarsiz 30 oydan 36 oygacha bemalol to'lab xarid etishlari mumkin. Bu birinchi taklifimiz. Ikkinchi taklifimiz minimal to'lov bilan, ya'ni 50 million so'm bilan to'lab, 2 xonali xonadonlarni bemalol oyina minimal 4-5 million so'mdan to'lab ham xarid etishlari mumkin. Yana bir xonali xonadonlarimiz bor. Bir xonali xonadonlarimiz oyina 2 million 990 ming so'mdan to'lab xarid etishlari mumkin. Undan tashqari endi ko'pchilik yana so'raydi, 3 xonali xonadonlarimiz bor. 3 xonali xonadonlarimizni 5 milliondan 7 milliongacha, ya'ni etaji katta kichikligini qarab, ularni ham oylik to'lov 5 milliondan 7 milliongacha to'lab xarid etishlari mumkin. Tushunarli. Demak, 2 xonali xonadonni boshlang'ich to'lovsiz olish mumkin. Bunday variant ham bor. 36 oy. Ava. To'g'rimi? Ava. 2 xonali xonadonni yana 50 million to'lasa, 5-6 milliondan oylik to'lov chiqishi. 4-5 million. 4-5 million. Ava. 3 xonalinikini esa etajini qarab, Ava. oldindan necha so'm dedingiz? Oldindan 80 million to'lanadi, oriyani 5 million yoki 7 million oylik
to'la. Etajini Zo'r. qaraymiz, katta kichikligini. Zo'r. Kimdir yoki shunday xonadon qidirib yursa, ishonchli qurilish kompaniyasi tanlashda qiynalib yurgan bo'lsa, bemalol Voha qurilish kompaniyasining yangi loyihasini olishi mumkin. Shovot bo'yinidan yoki yo'l ustidan joylashgan bo'ladi. Shunda nomer yozib qoldiramiz. Bemalol sotuv bo'limiga kelib yoki bog'lanib ma'lumot olishlaringiz mumkin.